Agarda Sergeli atrofidan kvartira qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Yo'qlar, Sergeli tumani Yangi hayot, Yangi Darxon turar joy majmuasi bormi? Xuddi shu majmuadan 16 etажkali новостройкani 9-etajda joylashgan maydoni 56 kvadratli 2 xonali kvartira srochno sotiladi. Tayyor kelib yashaydigan asosiy podъездdan kirib ko'rasizlar. Shunaqa kichkinagina hol xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Alohida sanuzorlar ko'rishingiz mumkin. Razmerlar biroz katta ishlangan. Bu yerda uzun prixoshka, bitta xonalarni ko'rsatib beraman. Bu yerda bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. E'tibor beringlar, har bitta xonani o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, remontlari tayyor holatda. Kelib yashaysizlar. Bu yerda ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi va eng oxirgi xonamiz kattalar yotoqxonasini ham ko'rishingiz mumkin. Sergeli tumani Yangi hayot, Yangi Darxon turar joy majmuasining 9-etajda joylashgan 56 kvadratli 2 xonali kvartirani sizlar uchun narxini 1 kvadratini $1000 dan qo'yamiz, $56,000 ga. Albatta, kelsiladigan joylari bor, pastda egalar nomeri.